Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida ishlab chiqarilgan sabah qurutlaridan tatib ko'ramiz. Kulcha nonga o'xshaydi-ku bu. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'ragan qurutlar. Maxsus qalampirlisi. Bu qalampirni Xitoydan olib kelarmikan, ha? Shuncha achchiq bu. Boshligimizda Kamolxon do'konida sotadi. Asarti qurutlarni ko'ramiz. 28 xil assortimentiga bo'y sabah qurutlar. 5-10 tani taqib kerak buni. 100% tabiiy qurut. Qani menga mana bo'ldi. Sabah qurutlarini shahrimizdagi barcha do'konlarda xarid qilishlari mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Описаниyalarda nomer qoldiramiz. Dastavka xizmatlari bor.